hajga ketayapmiz onam bilan. Ulug' joyga eng mo'tabar odam bilan. Bo'g'zim to'lib ketayapti armonlarga. Borolmadim o'sha joyga dadam bilan. Bo'g'zim to'lib ketayapti armonlarga. Borolmadim o'sha joyga dadam bilan. Borsam chopib xizmatini qilarmidi. Poyin o'pib rizoligim tilarmidim. Siylarmidim o'z qo'limda zamzam bilan. Nima qilay borolmadim dadam bilan. Qanday ko'nglim to'lib zamzam icharkinman. Kabi qo'shni qay yuz bilan xushlarkinman. Arofatda yuray qaysi qadam bilan. Borolmadim Madinaga dadam bilan. Dadasini opichlagan yelkasida. O'g'illarni ko'rsam kabi hovlisida. Qandoq chiday bu mung'aygan yelkam bilan. Ulgurmadim borolmadim dadam bilan. Bugun hajga ketayapmiz onam bilan. Ulug' joyga eng mo'tabar odam bilan. Bo'g'zim to'lib ketayapti armonlarga. Borolmadim o'sha joyga dadam bilan. Qanday ko'nglim to'lib zamzam icharkinman. Kabi qo'shni qay yuz bilan xushlarkinman. Arofatda yuray qaysi qadam bilan. Borolmadim Madinaga dadam bilan. Qanday ko'nglim to'lib zamzam icharkinman. Kabi qo'shni qay yuz bilan xushlarkinman. Arofatda yuray qaysi qadam bilan. Borolmadim Madinaga dadam bilan. Nabaviyga boryapmiz. Sanjar hoji. Nabaviyga ketyapmiz. Qaramiz. Şu bizni gelsinse. Ayollarımız yok. Shunday, 98 shunday ta'lim hammasini
Mana şu tog' Uhud tog'i. Mana shu. Ha, ular o'sha tepadan qo'rqib ana qilib turadi deganda, Yo'q, naysachilar sizlar degan tushmanglar degan payg'ambarimiz. degan kino ko'rdim shu haqida. Ana endi o'sha mana hozir aytilinglarda ham bog'lar bunday qilamiz degan. Shu ham amr qilmagan kamolchilar qilgan joy. Xolid ibn Valid kelib, musulmonda o'sha buyruqlariga amal qilmasdan Aqsoga qarab namoz o'qilgan. Bizlar birinchi qiblamiz Masjidul Aqso bo'lgan. Hozirda o'sha Falastinda joylashgan Masjidul Aqso. Kunlardan bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda turgan vaqtlarida Masjidul Aqsoga qarab Rasululloh namoz o'qiyotganlarida Alloh taolodan vahiy keldi. Alloh taolo Jabroil alayhissalomga amr qildiki, musulmonlar qayerga qarab namoz o'qishyapti? Aqsoga qarab, Baytul Maqdisga qarab namoz o'qishyapti. Alloh taolo amr qildi, durib qo'ying, faqatda o'sha Ka'baga muozzaga. Shunda Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha namoz o'qiyotgan joylarida ikkinchi rakatdan qilmasam durib qo'yadilar. Shundan keyin Ka'baga muozzaga qilamiz. Endi shu masjidda o'sha ikkinchi qibla ehtiyotan saqlanib qolingan. Ehtiyotan deganim endi bu ramziy ma'noda saqlanib qolingan. Shuning uchun Masjidul Qibladay ikki qiblali masjid deb ataladi. Baytul Maqdis. Masjidul Aqso Falastinda qarab namoz o'qilishimiz. Bizni qiblamiz shu Masjidul Aqso bo'lgan. Zavodda chekirdik. Qur'oni Karim ishlab chiqarilgan zavodga kirdik mana. Qur'oni Karim chiqarilgan zavodga mana. Oyog'im shu yerlarga yetdi. Allohga shukr. Otadan ayam kelyapti. Zavod ichi mana ishlayapti. Tinmay. Kunlarni yetkazgani shu. Zavodni ham ko'ryapmiz. Tayyorlari. Yok. Yollar. Jonji, Juda tartibli, odam soni ham kam mana. Unchalik emas. Zavodni ichidan endi tashqariga chiqyapmiz. Hozir xudo xolasa odam boshiga bittadan Qur'oni Karim sovg'a qilinadi. Kitob tosib olamiz. Sovg'ani qabul qilamiz. 这个讲的有多少本吃，这个是不是看这个草？花草又是树木，花草又是，好嘛？这个
1万3000 Hozir oz qoldi. Kitobni qabul qilamiz. Navbat bilan kelamiz. Tashqarida stенkalari, yaxshi turargohi. Mana. Allohga shukr, Qur'oni Karim bo'ldi. Qur'oni Karim. Ancherga endi yig'ilamiz bir. Mana. Ayam ham kitobini olib chiqyapti. Mana. Kitobingiz qulluq bo'lsin. Bu arqon deydi. Hammalari. Seni qo'lingda bitta qo'y, Alloh qo'ydi. Hemşirimiz. Şeveralarımız.